Ziyorat turizmini rivojlantirishning dolzarb masalalariga bag'ishlangan xalqaro davra suhbati tashkil etildi. Unda shu yilda viloyatlar kesimida ziyoratgohlarning targ'iboti uchun jami 1,1 milliard so'm, xorijiy davlatlardan mamlakatimizning ziyorat turizm salohiyatini targ'ib qilishga esa 6 milliard so'm mablag' ajratilishi haqida so'z yuritildi. Shu bilan birga tadbirda transport logistikasiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Aziz Abduhakimovning ta'kidlashicha, ayni kunlarda ushbu yo'nalish bo'yicha qator yangi mahalliy va xorijiy yo'nalishlarda aviaparvozlar va temir yo'l qatnovlarini yo'lga qo'yish rejalashtirilyapti. Hozirgi kunda shu keskin biz qanaqadir natijalarga erishish uchun biz birinchi navbatda shu transport logistikasini qulay narxlarda ta'minlab berishimiz kerak. Kuni kecha bilamiz yaxshi, bizning milliy aviaparvozchimiz, milliy aviakompaniya Uzbekistan Airways monopoliyasiga ham barham berildi va ilk bor mana xususiy kompaniya o'zini samolyotini olib kelib aviaparvozlarni boshlashni rejalashtirmoqda va eng asosiysi kompaniya egalari ayni ziyorat turizmi yo'nalishida hozir ishlarini tashkil etishmoqdalar. Qo'shimcha qilinishicha, bu jarayonni infratuzilmani yo'lga qo'yish ham muhimdir. Xo'sh, ushbu masalaning moliyaviy jihatlari-chi? Xususiy investor kelib o'z mablag'larini tikib, mana yangi terminal hozir o'ta tashkil etmoqda. Bu yangi terminal yiliga hozir oldin ham buni raqamlarni bergandik. 1,5 million passajirgacha yiliga xizmat qila oladi va ehtiyoj bo'lsa bu raqamni 2,5 milliongacha ham ko'tara oladi. Albatta, nimaga biz aeroportlarimiz hozir shu samarali foydalanishga imkon bo'lmayapti? Albatta, bu narx-navolar. Hozirgi mana Qanot Sharq o'zining faoliyatini boshlasa, yana qo'shimcha mana aviakompaniyalar ko'plab O'zbekistonning avia parvozlar bozoriga kirib kelsa, albatta konkurensiya, shu raqobat rivojlanishi evaziga narxlar tushadi. Yig'ilishda O'zbekistonni islom sivilizatsiya markazi sifatida targ'ib qilish to'g'risida ham gapirildi. Biz ham boshqa barcha mutasaddi tashkilotlar bilan ziyorat turizmiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Juda katta imkoniyatlar ochib berishga tayyormiz. U yerda juda katta kutubxona bo'ladi. Hozirdan boshlab biz xorijdan amaliyotchi ilmiy xodimlarni qabul qilishga boshladik. Juda katta imkoniyatlarimiz bor. Shuning uchun hozirning o'zida mana bugun qatnashayotgan xorijlik hamkorlarimiz orasida Malayziya bilan juda katta hamkorlik ketyapti. Yevropa qatori mamlakatlari bilan, Turkiya bilan, Misr bilan, hozir Tailand bilan biz hamkorlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Bundan tashqari Umra Plus dasturi doirasida faol ishlar boshlanganiga ham urg'u berib o'tildi. Unga ko'ra, yaqin kunlarda vazirlik delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga tashrif buyurishi hamda u yerda haj va umra ziyorati bo'yicha fikrlar almashishi rejalashtirilmoqda.